Assalomu alaykum. Yana bir marta video chatimizda zapisini qo'shdim. Ertaga Xudo xolasa maksimal darajada zapisini ham ulashishga harakat qilamiz. Slaydimiz sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun hozir mana bu yerda ekranlaringiz ikkiga bo'lingan bo'lsa, albatta o'sha slaydni ustiga bitta bossalaringiz sizlarga o'sha slayd kattaroq ko'rinadi. Agar yana ham kattaroq ko'rinishini xohlasalaringiz, bu slaydni telefonlaringizda nima deydi, vertikal holatga emas, gorizontal holatga o'tkazsalaringiz, slayd yana ham kattaroq sizlarga ko'rinadi. O'shaning uchun qandaydir yozuvlarga tushunmay qolsangiz, slaydda telefoningizda nastroyka qilib olishlaringizni xohlayman. Sizlarga ya'ni mana shu bugungi o'tilayotgan video chatimiz maksimal darajada tushunarli bo'lishi uchun. Bugungi biznesimiz nima haqida? Umuman bizlar kimmiz? Biz qanday qilib kelganmiz bu biznesga? Qayerdanmiz, nima ish qilganmiz? Mana shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Kimmiz biz o'zi? Ismim Anvar, familiyam Mahmadulin, Feruza Mahmadqulovaning turmush o'rtog'i bo'laman. 2019-yildan beri mana shu tadbirkorlik faoliyatini olib boryapmiz. Aliflame O'zbekiston kompaniyasi bilan hamkorlikda mana shu yerda o'z biznesimizni rivojlantirib kelyapmiz. 3 ta farzandimiz bor, 3 ta o'g'il. Hozirgi kunda kelib, shaxsan men neft-gaz sohasida 14 yillik tajribam bo'lishiga qaramasdan, mana shu Feruzani mana shu biznesga kelib, shu yerda qilayotgan natijalarini ko'rib, shu yerda qilayotgan daromadlarini ko'rib, o'sha yerda mana shu yerda ishlash uslublarini ko'rib va eng muhimi qanaqangi imkoniyatlarini ko'rganimdan keyin men o'zim mana shu neft-gaz sohasidan ikkita diplom bo'lishiga qaramasdan, bakalavr, magistraturani bitirgan bo'lsam ham, yaxshi kompaniyalarda ishlagan bo'lsam ham, mana shu Aliflame biznesini imkoniyatlarini ko'rib, o'z xohishim bilan, o'sha asosiy ishimdan, davlat ishimdan bo'shab, mana shu biznesga kelib qo'shilib, Feruza bilan birgalikda mana shu biznesni hozirgi kunda olib boryapmiz. Boshlanish nuqtasi qanday bo'lgan? Boshlanish nuqtasida albatta o'ziga yarasha kamchiliklar bo'lgan. Hamma ro'zg'ordagidek, xuddi oddiy bizlar ham mana shu Qarshi shahriga, aslida biz Chiroqchidamiz. Qarshi shahriga meni ishim bilan o'sha ishga kirganim tufayli mana shu Qarshiga kelib, uyimiz bo'lmagan Qarshida oddiy uyda kvartiraga turib va o'zim asosiy ishimga o'sha har kuni borib kelardim. Feruza uyda bolalarga qarardi va qandaydir qismi mana shunaqangi sharoitda yashaganmiz. Arzon kvartirani olib, shunaqangi holatda biz yashab yurganmiz. Feruza bolalarni qarash jarayonida albatta menga qandaydir darajada yordam berish uchun, qandaydir darajada o'zini bir rivojlanishi uchun, o'zi ham qandaydir pul topishi uchun, o'zi ham qandaydir mana shu o'zimizning ro'zg'orimizga qandaydir hissasini qo'shish uchun mana shu biznesni boshlagan. Va umuman mana shu meni biznesga mana shu yerga kelishimning asosiy sabablari nima? Nima bizlarni asosiy o'ylantirgan? Shu hayotimizda yashayotgan holatimizdan kelib chiqib, turayotgan kvartiramizdan kelib chiqib, ishlayotgan joyimizga kelib chiqib, daromadimizdan kelib chiqib, hayotimiz sifati qanchalik bizlarni qoniqtiryapti. Mana shu bizlarni o'ylantirishga majbur qilgan savollar mana shular edi. Hayotimizda sifati ana shu vaqtda, shu darajada, qanchalik darajada bizlarni qoniqtirgan. Mana shu narsani biz juda ham qattiq o'ylantirgan. Endi nima qilamiz? To'g'ri, neft-gaz sohasi yaxshi soha, yaxshi oylik to'laydi. Lekin siz yosh vaqtingiz, bolalaringiz kichkina, biron bir uyi sotib, albatta bizga eng kerakli narsa uyni sotib olishimiz kerak o'sha vaqtda. Uy sotib olish uchun ma'lum darajada o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. U pulni yig'ishingiz kerak, orttirishingiz kerak. O'sha vaqtlari hozirgidek kredit, nima deydi, rassrochka yoki kredit olish masalalari juda qiyin edi. Aynan men o'sha ishlab yurgan o'zlaringiz ham bilasizlar, 5-6 yil oldin kredit olish masalasi juda qiyin edi. Hozirgidek oson emas. Hozir ham osondir, lekin uni to'lash baribir qiyin. O'sha vaqtda oyligim bo'lgani bilan, daromadim o'ziga yarasha bo'lgani bilan yaxshi uyni, yaxshi kvartirani biz hattoki o'sha kreditga ham olishga qiynalardik. Kreditni olishni o'zi boya aytganimdek muammo edi va unga yarasha sizni daromad, har oylik daromadingiz ham o'sha kreditni to'lab oladigan kreditning eng katta summasidan ancha yuqori bo'lishi kerak. O'shanda sizga davlat kredit beriladi. Albatta bizga mana shunaqa eng katta ehtiyojimiz uy olish kerakligi juda muhim edi va qanday darajada o'sha sharoitimizni to'g'rilashimiz kerak edi va
qandaydir darajada keyingi darajalarga chiqishimiz kerak. O'sha narsani biz albatta o'ylab yurardik va mana shu narsani ko'p analiz qilib yurganimdan keyin men albatta o'zimga shunaqangi savollarni berganman. Qanday ko'ryapman men o'zimni sohamni yaqin kelajakda? Qanday lavozimga chiqishim mumkin? O'sha ishlab yurgan joyimda boshliqlarimizni o'sha yuqori pog'onada ishlayotgan o'sha o'zimda neftegat sohamda ishlayotgan ustozlarimni, ularni olayotgan oyliklarini, yashash tarzini hamma narsani kuzatardim-da va o'zim taxminan qilardim. Ha, demak men shu lavozimga chiqsam, men shunaqangi oylik olar ekanman va mana shunaqangi tartibda ishlar yurar ekanman va ularda hayot tarzini ham men kuzatganman. Ya'ni to'g'ri juda katta lavozimga chiqsangiz, yaxshi oylik olasiz neftegat sohasida. Lekin deyarli 90% vaqtingiz o'sha ishxonangizda ketadi. Asosiy ishda bo'lishingiz kerak. Shanba, bozor, ertalab, kech umuman farqi yo'q. Mana shu prinsiplarni, mana shu hayot tarzini ko'rganman men bu yerda va tabiiyki o'shanga parallel ravishda Feruza menga mana shu biznesda imkoniyatlarini ko'rsatib borgandan keyin men sekin-sekin mana shu biznesga qiziqishim ortgan va o'zimizda oldimizda turgan o'sha orzu maqsadlarimiz bor. To'g'ri, mana o'zim aytdim, mana uy olishimiz kerak edi. Qanday sharoitlarimizni to'g'irlashimiz kerak edi. Albatta mana shu kompaniyani imkoniyatlarini ko'rganimdan keyin va o'zimning ishimni taqqoslaganimdan keyin shu biznesga qanday darajada e'tibor berishga boshlaganman. Feruza albatta o'sha Feruza natijalarini ko'rib, Feruzani natijasini ko'rsatib berganidan keyin, o'sha daromadni ko'rsatib berganidan keyin menda juda katta qiziqish paydo bo'lgan. Ustozlarimiz bilan tanishganmiz, o'sha Shuhrat Haqberdiyev, Oysarat Og'ay, o'sha mana Ariflaymdagi ustozlarimiz bilan tanishib, ularni daromadini ko'rib, ularni yutuqlarini ko'rib, albatta men o'zim uchun ularni hayot tarzini ko'rib, chunki men misol uchun o'zim neftegat sohasida ishlayotganimda ularni bu yoqdagi boshliqlarimning hayot tarzini kuzatib va bu yoqda Ariflaymdagi ustozlarimizni hayot tarzini kuzatib, ularni yutuqlarini kuzatib, ularni qanday darajada daromadlarini, qancha daromad olayotganini taxminan bilardik. Va o'sha 6 oy 1 yil ichida tanishgan vaqtimizda ular qanday natijalar qildi, qanday qilib o'sha qayerlarga sayohat qilganini, qanday daromad olayotganlarini albatta ko'rganimdan keyin men tabiiyki bu biznesga qiziqishim yana ham ortavergan va shunaqangi nuqtaga kelganmanki, mana shu biznesga biz Feruza ikkalamiz yana ham jiddiy shug'ullanishga boshlaganmiz va mana shu biznesga kelganimizdan keyin o'sha Feruzaga aniq nimaga e'tibor berishimiz kerakligini, o'sha ustozlarimizni ko'rsatmalariga asosan mana shu narsani qilinglar, mana shu komandalarni rivojlantiringlar, mana shunaqangi tartibda rekrut qilinglar, komandaga e'tibor beringlar, mana shunaqangi tadbirlar qilinglar, mana shu narsani tashkillashtirib beringlar deb ko'p narsalar bizga yo'nalish berganligi tufayli va o'sha aniq maqsad qo'yib oldimizga, o'sha daromadga chiqishimiz kerakligini ko'rib biza qattiq harakat qilishga boshlaganmiz. Feruzaga men maksimal darajada yordam berishga boshlaganman. Qaniydir darajada natijalar ham qilishga boshlaganmiz. Bitta narsani aytib qo'yay sizlarga, men boshidan shunaqa bo'lmaganman. Ya'ni mana shu Feruza biznesni boshida boshlaganida tabiiyki mana kimnidir yaqinlaringiz bo'ldir, hozir sizlarga qarshilik qilayotgan. Bu tabiiy narsa, sizlarga qarshilik qilayotgan. Turmush o'rtog'ingiz, qaynona, qaynota, ota-onangiz, aka-ukalaringiz qarshilik qilayotgan bo'lsa, bu tabiiy narsa. Men ham mana shu biznesga birinchi kirib kelayotganimda juda katta shubha bilan qaraganman, lekin keyinchalik Feruza menga masalasi o'sha narsani qanday darajada urushgan bo'lsam ham, boshqa narsa bo'lsam ham, o'sha mening kayfiyatimga qarab, o'sha vaziyatni yumshatib, kelib menga bu narsani tushuntirgan. Anvar aka, bu biznesda men prosta urinib ko'rmoqchiman, o'zimni shu yerda topmoqchiman. Men mana shu biznesni yaxshi ko'raman deb o'sha vaqtini topib, meni kayfiyatim yaxshi bo'lgan vaqtda kelib gapirib tushuntirgani uchun keyin mayli mana shu biznesga men unga ruxsat berganman. Men boshidan bunaqangi kelib juda yordam berib ketmaganman bu biznesga. Shuning uchun bu narsadan qaniydir sizlar uchun bir chiroyli ko'rinayotgandir, lekin bu aslida unday bo'lmagan boshida. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Hattoki shunaqangi darajalar bo'lgan, uyga kelgan vaqtim o'sha uylar yig'ishtirilmagan, mana katalog yopilayotgan vaqtimda ish ko'paygan, katalog qizlar bilan gaplashyapti, uylar yig'ishtirilmagan, qanday darajada ovqat qilinmagan, shunaqangi holatlardan uyga kelib, albatta jahlim chiqardi-da, bo'ldi yig'ishtir bu Ariflaymingni deb, hattoki o'sha uyga kelgan bir korobka, ikki korobka tovarni olib, shunday o'sha turgan kvartiramizda derazasidan tashqariga otib yurgan vaqtlarim ham bo'lgan. Shunaqangi darajada qattiq qarshilik qilganman. Lekin shunga qaramasdan Feruza o'sha yo'lini topib, menga o'sha
shu narsani to'g'ri tushuntirib, o'sha ustozlarimiz natijalarni sekin-sekin ko'rsatib, keyinchalik mana shu meni e'tiborimni tortgan mana shu biznesga. Demoqchi bo'lganim boshidan unaqangi bo'lmagan. Shuning uchun agar kimda hozirgi shunaqangi vaziyat bo'layotgan bo'lsa, uydagilar qarshilik qilayotgan bo'lsa, bu narsa sekin-sekin keladi. Bu birdaniga siz ertaga turmush o'rtog'ingizda, yaqinlaringizda, qaynona, qaynota, aka-ukalaringiz, farzandlaringizdir balki. Bu narsani birdaniga ko'ndirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni maksimal darajada to'g'ri tushuninglar va vaziyatingizga qarab, turmush o'rtog'ingizga o'sha yoki o'sha yaqinlaringizni kayfiyatiga qarab sekin-sekin natijalaringiz bilan mana shu yerda ko'rsatib boringlar biznes haqida. O'sha vaqt biz Feruza bilan kelishayotgan vaqtimiz, men Feruzaga aytganmanki, mayli Feruza, mayli ishlaysan, mayli xohlayotgan bo'lsak ishlaysan shu biznesda, lekin kedava kelishib olamiz deganman. Men senga vaqt beraman deganman. Ya'ni mana shu 6 oycha vaqt berganman. Mana shu 6 oy ichida menga natija qilib berishing kerak degan. Bo'ldi, endi normal ishlaysan. Qachonki mana shu endi qattiq ustozlaring bilan aytganimni qil, yaxshi ishlaysan, o'sha ma'lum darajada chiziq berganman. Mana shu daromadga chiqsang, mana bo'ldi, mana 6 oydan keyin ham davom ettiramiz. Lekin agar mana shu daromadga chiqmasang deganman, bo'ldi, bu biznesni yig'ishtirasan deganman. Biz shunaqangi kelishganmiz o'sha vaqtda va Feruza tabiiyki o'sha 6 oy ichida mana shu daromadlarga chiqqandan keyin, o'sha daromadni men borib o'zim Feruza bilan birgalikda bankka borib, ichib, qo'limga olganimdan keyin erkak kishiga motivatsiya beradigan narsa, erkak kishini umuman ishonchini qozonmoqchi bo'lsangiz, o'sha natijani ko'rsatib bering. U ishlab ko'rganimdan keyingina men ishonganman bu narsaga. Tushunyapsizlarmi? Aynan o'sha daromadlarni ko'rganimdan keyin o'sha bu biznesga boya aytib o'tganimdek ishonib, ustozlarimiz bilan borib tanishib va qaniydir darajada ustozlarimiz aytganini qilib, harakat qilib, o'sha qaniydir darslarni o'tishga boshlaganmiz. O'sha yordam berishga boshlagan. O'zimni ish vaqti, asosiy ish vaqtimda bo'sh vaqti Feruzaga yordam berib, qanday darajada o'sha Feruza olgan daromadidan yana ham daromadimizni ko'paytirishimiz uchun, ya'ni bilasizlar, nima uchun kelganmiz biz? Biz mana shu asosiy orzu maqsadimiz o'sha uy olishimiz kerak edi. Shuning uchun o'sha narsaga erishish uchun men bu mana shu biznesda mana shunaqa imkoniyat borligini, aynan bizlarning ustozlarimiz Toshkentda ham, ular ham kvartiraga yashab turib, mana shu biznes orqali uy olganligini biz eshitganimizdan keyin albatta bu narsa uchun bizlarda ishonch paydo bo'lgan va bizlar ham shu narsani maksimal darajada o'sha ishni qilib, ularning bergan vazifalarni bajarib, mana shu daromadga chiqishimiz kerakligini tushunib yetganmiz va o'shanga qarab harakat qilganmiz. Video chatlar tashkillashtirganmiz. Shunaqangi seminarlarga Feruzalarni olib borib kelardim. Har xil tadbirlar, onlayn tadbirlar, o'sha offlayn tadbirlar, taqdimotlarga o'sha hammasiga qatnashib yurardik va sekin-sekin bu narsa albatta natijasini berishga boshlagan. Va o'sha qanday darajada natijasini berishga boshlaganidan keyin aynan mana shu Ariflame'ni biznesidan o'sha meni asosiy ish joyim, ya'ni o'sha o'zimni neftiga sohasida ishlayotganimdan Ariflame'ni biznesi mana shu asosiy ish joyimdan daromadi 3-4 barobar ko'p bo'lganidan keyin, ya'ni o'sha daromadimiz oshavergandan keyin, hamkorlarimiz ko'paygandan keyin, yangi direktorlarni o'stirganimizdan keyin, daromadimiz o'savergandan keyin o'sha men asosiy ishimdan bo'shaganman. Demoqchimanki, birdaniga hech kim bo'shab ketish kerak emas. Asosiy ishini tashlab bo'ldi, men Ariflame'da natija qilmas turib. Qachonki siz bu biznesga kelingda, o'sha asosiy ishingizda misol uchun 3 million daromad qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni oyligingiz 3 million bo'lsa, masalan, o'qituvchimisiz, bog'cha opasimisiz, bilmayman qandaydir ish bor, 3 million daromad. Qachonki siz bu biznesga kelganda, kamida 10 milliondan oshiq daromad qilishga boshlasangiz, keyin bu ishingizni tashlashim yoki bo'shashingizni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin ungacha hattoki 2 barobar oylik bo'lsangiz ham bu biznesni tashlashga men maslahat bermayman. Bu narsani men juda ham ko'p sinaganman, maslahatlashganman, ustozlarimiz bilan maslahatlashganmiz. Va aynan men ham o'sha asosiy daromadim, ya'ni davlatchida ishlayotgan ish haqimdan bu yoqdagi biznesdagi daromadimiz 3-4 barobar ko'p bo'lganidan keyingina men o'zimni xohishim bilan o'sha davlatchidan bo'shab va mana bu yerdagi o'zimizni Ariflame biznesidagi imkoniyatlarga kelib maksimal darajada, ya'ni oldingidan ham nisbatan ko'proq Feruzaga yordam berish uchun, yaxshiroq natijalar qilish uchun bo'shab kelganman bu biznesga. Va tabiiyki qanday darajada natijalarga erishishga boshlaganmiz. Sekin-sekin orzularimiz albatta ketma-ket amalga oshishga boshlagan. O'zimiz mana shu biznesda daromadiga yaxshi daromad qilishga boshlaganimizdan keyin o'zimiz orzu qilgan aynan kreditga emas, ya'ni
shunaqangi birdaniga naqd pul to'lov qilib, o'sha o'zimiz orzu qilgan 4 xonali uyni olib, Qarshi shahridan 4 xonali uyni olib, noldan ot uyda hamma narsasini yangi remont qilib, o'sha uyga ko'chib o'tganmiz. Va undan tashqari mana shu biznes orqali o'zimiz orzu qilgan mana shu aynan o'sha Kia avtomobilini ham biz mana shu biznes orqali xarid qilganmiz. Ya'ni o'sha qilgan ishlarimizni, qilgan harakatlarimizni mevasi sekin-sekin hammasi ko'rinishga boshlagan va mana shunaqangi yutuqlarga erishgan. Bundan tashqari bilasizlar, bu biznesga kelgandan keyin albatta sayohatlar ham bor. Ya'ni 2022-yil, 2019-yildan boshlab biz sayohat qilishga boshlaganmiz. 2020-2021lar sayohatlar bo'lmadi, bilasizlar, bu vaqt karantin vaqti edi, Covid vaqti edi va 2022-yildan boshlab oilaviy sayohatga chiqishga boshladik. Ya'ni nafaqat o'zimiz, balki farzandlarimizni ham chet el sayohatlariga olib chiqishga boshladik biz. Ular bilan birgalikda mana shunaqangi Misr sayohatlariga olib, farzandimizni o'sha dengiz tagiga cho'milgani, diving qilganini ko'rib, ularda ko'zidagi quvonchini ko'rish albatta o'ylaymanki, hammalaringizga nasib qilsin shunaqangi farzandlaringizni chet elga olib borib, ularda mana shu yuzidagi quvonchini ko'rish, bu umuman boshqacha hissiyot. Va mana shu biznesga kelib, aynan mana shu biznesda o'sha imkoniyatni ololganimiz va farzandlarimizga, yaqinlarimizga shu narsani tuhfa qilganimizdan juda ham xursandmiz. Undan tashqari mana Abu Dabiga bo'lgan kompaniyaning konferensiyalariga ishtirok etganmiz. Mana shunaqangi ajoyib Formula 1 trassalariga bizlarga mashina haydatgan ustozlarimiz bilan birgalikda dam olganmiz. Hamma nima deydi, Abu Dabi, Dubayda eng zo'r joylarga sayohat qilganmiz. Komandamiz bilan birgalikda borganmiz. Undan tashqari 2023-yil mana ko'rib turibsizlar, menejerskiy konferensiyaga Turkiyaga bo'lib o'tgan 2023-yil. O'sha yerda mana shu komandamizdan почти 20 dan ortiq hamkorlarimiz ana shu sayohatga ham borib kelgan. Kompaniyaga albatta unaqangi sayohatlarga borganingizda sizni shunchaki qo'ymaydi va o'sha yerda o'ziga sizlarda sayohatda shunaqangi katta tadbirlar, katta sahnalarga va zo'r вечеринkalar, dress-kodlar bilan zo'r o'tkazib beradi bu narsani. Nafaqat sayohatlar, balki mana shu kompaniya orqali biz boya aytib o'tganimdek yaxshi daromadlarga chiqqanimizdan keyin aynan kompaniyadan mana shunaqangi ketma-ket unvonlarni bajarib turib, sizda oylik daromadingizdan tashqari, har qadar olayotgan daromadingizdan tashqari sizga bir martalik, ya'ni hajr zvaniya uchun mana shunaqangi cheklar ham beriladi. Mana shu kompaniyaga kelib, biz o'sha 10 milliondan boshlab, o'sha $1000 10 milliondan boshlab 20 million, 30 million, 40 million, 60 milliongacha bo'lgan premiyalar olganmiz va kompaniyadan eng yuqori zvaniyamiz brilliantli direktor, ya'ni olmos direktor zvaniyasigacha cheklarni olganmiz biz mana shu kompaniyaga kelib. Nafaqat o'zimiz daromad qilyapmiz, balki mana shu kompaniyaga kelib ko'plab mana shunaqangi direktorlarimiz, liderlarimiz ham kelib kompaniyadan oylik daromadlaridan tashqari mana shunaqangi yaxshi cheklarini, yaxshi daromadlarini hozirgi kungacha olib kelyapti. Va o'ylaymanki, nafaqat biza o'sha orzu maqsadlarimizni bajarib, balki o'sha yetakchilarimiz, liderlarimiz, direktorlarimiz ham sayohatlarda mana shunaqangi cheklarni ham qo'lga kiritib keladi. Xabarlaringiz bor, hozirgi kunda kelib komandamizdan почти 10 nechidir kishi hozirgi kunda kelib ham mana hozirgi Dubay sayohatida Feruza liderlarimiz hammasi aylanib yuribdi. Albatta o'sha men Feruza bilan har safar telefondan gaplashayotganimizda Feruza hamkorlarning xursandligini, qanchalik xursand bo'layotganini, qanchalik o'sha joylarga aylanayotganligini menimcha gruppalarda ham sizlar kuzatib kelyapsizlar, rasmlarda. Ishoninglar, aynan o'sha meni mana shu biznesga kelishimning asosiy sabablaridan bittasi mana shu sayohatga borib kelganimdan keyin bo'lgan. Sayohat, bitta narsani aytmoqchiman, insonni dunyo qarashini, insonni birinchi o'rinda o'zingizni qaysi darajada ekanligingizni tushunib kelasiz o'sha yoqqa va qayerga qarab harakat qilishingiz kerakligini. Bu hayotda faqat ish, qaniydir mana bu uydagi tashvishlar, ro'zg'or, o'sha tashvishdan tashqari va boshqa narsalar borligini, o'zingizda inson ekanligingizni tushunib, ko'rib kelasizlar bu narsani. Nima demoqchimanki, aynan men o'sha Turkiyaga birinchi marta sayohatga borganimda kompaniya orqali. Men o'sha vaqtda ishdan bo'shamagan edim, davlat ichida ishlayverardim. Davlat ichida ishlayotganim tabiiyki nima qilasiz? Ishga borasiz, kelasiz, bu yoqqa boramiz, boshliq
o'sha yuqorida boshliqlarimiz nima desa o'sha narsani qilardik. O'zim ham boshliq lavozimigacha borganman. Lekin baribir sizdan katta ustozlar bor u yerda. Ularni aytganini qilib va ishni vaqtida qilib, faqat mana shunaqangi ishda uyga kelamiz, ishga boramiz, uyga kelamiz, ishga boramiz, shunaqangi boramiz. Aynan mana shu birinchi marta sayohatga chiqqanimdan keyin kompaniya orqali, mana shu Turkiyada Antaliyada 2009-yilda sayohatga borganimdan keyin 2000 ta insonni oldida 2000 ta hamkorni, butun Oriflame SNG davlatlarini Antaliyaga bitta gostinitsani butunlay to'ldirib 2000 ta hamkorni oldida sizni katta sahnaga olib chiqib, qo'limizga shunaqangi direktor zvaniyasidagi cheklarni bittadan berib, ismingizni shu 2000 ta odamning oldida o'qib, sahnaga chiqarganini, mana shu narsani men ko'rganimdan keyin kompaniyaga men butunlay bu kompaniya haqida fikrim juda ham o'zgargan. Bunaqangi e'tirofni men to'g'risi umuman kutmagandim kompaniyadan. Shuncha insonni oldida, chunki butun SNGdan kelgan hamkorlarning oldida siz shuni familiyangizni o'qib, qo'lingizga shunaqangi sertifikatlarni berib, sahnada taqdirlanishini umuman kutmaganman. Menga bu narsa juda ham katta ta'sir qilgan. Nafaqat o'sha narsa, balki o'sha yerda gostinitsaga borganimizdan keyin biza sayohatchi sifatida borganmiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni biza dam olishga borganmiz. Bizga o'sha kompaniya tadbirlar qilib beryapti, вечеринkalar qilib beryapti. O'sha har xil zo'r va artistlar kelib o'sha yerda yaxshi konsertlar o'tib beryapti, nima qilyapti. Hamma narsa siz uchun, hamkorlar uchun. Va men uchun mana shu oddiy Chiroqchi shahridan chiqqan bir yigit uchun, oddiy neft-gaz sohasida bir ishlaydigan yigit uchun mana shunaqangi chet elga chiqish, mana shunaqangi gostinitsaga borish, dam olish bitta narsani men tushundimki, o'zimni qanday darajada inson ekanligimni va bu hayotda qanday boshqacha narsa bor, boshqacha qadriyatlar, boshqacha narsalar borligini haqiqiy o'zimni qadrimni qanday darajada sezib keldim o'sha. Ya'ni bu yerda qanday ishni qilsangiz, sizni qadrlash mumkinligini sezib. Ya'ni gostinitsaga borganmiz, hamma narsa siz uchun. Siz uchun zaxtir taqlab beriladi. Siz uchun nomerlaringizni sharoitini qilib beradi. Siz uchun yig'ishtirib beradi. Siz uchun yig'ishtirib ketadi. Boshqa narsa qiladi. Siz uchun tadbir qilib beradi. Siz faqat yurasiz, dam olasiz. Nima uchun? Siz to'g'ri ishlaganingiz uchun, siz qanday darajada mana shu kompaniyaga kelib, qanday ishni qilib qo'yganingiz uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zimni bunday qo'pol odam sifatida bu o'zimni his qilib kelganman o'sha narsa. Bu men uchun juda ham boshqacha ta'sir qilgan va aynan yana nima ta'sir qilgan? Mana shu kompaniyada biz-ku mayli direktor zvaniyasini, direktor cheklarini olganmiz, lekin kompaniyada mana shu yerda katta daromad olayotgan insonlarni men kuzatganman. O'shalar bilan borib tanishganman. Rossiyadan kelgan, o'zimizda O'zbekistonning katta liderlari bilan tanishganman. Ular bilan suhbat qilganman, ularning olayotgan daromadini ko'rganman. Va eng qizig'i bilasizmi, men ular bilan borib suhbat qilganimda, gaplashganimda, nima ish qilyapsan, qanday qilyapsan, ular shunchalik darajada ochiq insonlar ekanligi, shunchalik darajada oddiy insonlar ekanligi. Tushunyapsizlarmi? Va sizga ochiq, hamma narsani o'rgatib, tushuntirib, yo'l yo'riq ko'rsatib, o'sha narsalarni men hammasini ko'rib, eshitganimdan keyin tabiiyki men bu kompaniyada haqida fikrim ham o'zgargan, bu yerdagi liderlar haqida, insonlar haqida ham fikrim o'zgargan. Va o'sha mana shu narsalar, o'sha sayohatlar men uchun juda ham katta ta'sir qilgan va keyinchalik mana shu biznesga boya aytganimdek e'tiborimni ko'proq qaratishga boshladim. Feruzaga ko'proq yordam berishga boshlagan va ma'lum darajada yordam berganimizdan keyin o'sha boya yuqorida ko'rsatgan yutuqlarga, daromadlarga chiqishga boshlaganmiz. Shuning uchun aytmoqchimanki, sayohatlar men uchun ham juda ham katta ta'sir qilgan. Va o'sha katta lavozimga chiqqan insonlarda unaqangi bir kibr yo'qligini, tabiiyki davlat ishxonasida ishlayotganlar yuqori lavozimda nechtasini biz ko'rganmiz, bu narsaga o'rganganmiz. Ularga qanday muomala qilish kerak, ular qanday muomala qilayotganini ko'raman. Lekin bu biznesga kelib shunaqangi ulardan 50 barobar ko'p daromad qilayotgan odamlarni muomalasini ko'rib, qanchalik darajada ochiqligini ko'rib, ular ham xuddi oddiy inson ekanligini ko'rib, ular bilan ham oddiy suhbat qilib, spokойно tanishib, o'sha narsani ko'rib, umuman bu muhitda men tasavvur ham qilmaganman. Juda menga yoqqan bu narsa va tabiiyki boya aytganimdek, shu narsa menga ta'sir qilgan va keyinchalik mana shu biznesga to'liq o'tib ketishim ham bu narsa juda ham katta ta'sir qilgan. Tak, nima uchun biz bu biznesga kelganmiz? Endi bitta oz sabablarni aytib o'taman. Yana boshqa sabablar ham bor.
Birinchisi, albatta bu narsa qonuniy daromad ekanligi. Bu qanchalik darajada menga o'sha muhit yoqsa ham, qanchalik darajada sayohat yoqsa ham, agar bu O'zbekistonda qonuniy ishlamaganida, men o'zimni davlat ishimdan bo'shab bu biznesga kelmasdim. Qonuniy ishlaydi degani bu kompaniya O'zbekistonga kirgandan keyin qonuniy registratsiyadan o'tib, o'zini faoliyatini boshlab, o'sha hamma hujjatlarini, ularni qo'yib, sizga ertaga daromadingizni qonuniy to'lab beradi. Ya'ni siz kompaniyadan borib, shunchaki sizda plastingizni kompaniya tashlab bermaydi. Kompaniya sizga kompaniyadan daromadlaringizni olishingiz uchun qonuniy siz borib, o'zimizda davlat yagona darchadan borib, yatiti yo'nalishi, aynan o'sha reklama yo'nalishi bo'yicha yatiti guvohnomangizni olib, davlat hisobidan o'tib va kompaniya bilan keyingina siz marketing dogovor tuza olasiz. Mana shu daromadlaringizni olishingiz uchun. Mana shu narsasi men uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Chunki men o'zimni ishimdan bo'shab kelib, men shunchaki qaniydir kompaniyani bilmayman, qaniydir boshqacha yo'llar bilan, internet cashbacklar bilan yoki mining ular bilan ular bilan olishni xohlamaganman. Albatta men uchun bu narsa qonuniy bo'lishi shart edi. Va ayni kompaniya marketing dogovor tuzib, через bank orqali men o'sha daromadlarimni olayotganim, albatta bank orqali olayotganingizdan keyin, yatitini ochganingizdan keyin bu narsa nima bo'ladi? Soliq organlari orqali albatta nazoratda bo'lasiz. Ya'ni siz qancha daromad olayotgan bo'lsangiz, o'sha daromadingizga qarab ertaga soliq to'laysiz. Ya'ni siz hech kimdan qo'rqmaysiz, hech kim sizni ertaga 100 million olasizmi, 500 million olasizmi, как положено soliqini to'laysiz va o'sha daromadlarni olasiz. Mana shu narsa men uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Ya'ni siz qilayotgan daromadingizdan hech kimdan qo'rqib o'tmaysiz. Hamma narsani как положено to'lab qo'yib, joyiga qo'yib, daromadlaringizni olaverasiz. Tak, ikkinchi e'tibor berish kerak qilib bo'lgan narsalardan albatta katta sarmoya talab qilmaydi. Ya'ni bu biznesga kelganingizdan keyin siz misol uchun oyiga $1000, $2000 yoki $5000 daromad qilishingiz uchun siz bu yerga 50 million, bilmayman $10,000, $20,000 pul tikishingiz kerak emas. Bu yerga kelganingizdan keyin albatta o'zini yarasha o'sha biz o'rgatgan sistema bo'yicha to'g'ri ishda tashkil qilsangiz, to'g'ri reklama qilsangiz, odamlarni to'g'ri jalb qilsangiz, komanda o'sha asosiy tovar oborotni o'sha jamoa bilan qilsangiz, hech qanaqangi katta sarmoya kerak emas. Ya'ni o'zingizning zakazingiz uchun, o'zingizning ehtiyojingiz uchun, o'sha misol uchun wellness ichmoqchimisiz yoki o'sha navbat ishlatmoqchimisiz, o'zingiz uchun kerak narsalarni, mahsulotlarni xarid qilib yurasiz va bu tabiiyki bu unaqangi katta sarmoya. Ya'ni siz oddiy ro'zg'orga ham o'sha pulni ishlatishingiz mumkin. Yo'q, men qanday darajada sotaman desangiz ham, balki o'sha sotish uchun ham balki har kattalik 1,5 milliondir, 1 millionlik mahsulot olib yurishingiz ham mumkin. Albatta bu sizni bu biznesga kelganingizda qanaqangi yo'nalish tanlashingizga ham bog'liq. Bu narsa haqida hozir keyingi slaydlarda yana tushuntirib beraman. Tak, yana bitta sabablardan bittasi bu oddiy ishlar. Hozir aytib o'tganimdek, oddiy ishlar nima ish qilishimiz kerak? Prosta biza bu mahsulot haqida informatsiya berishimiz kerak. Biznes haqida informatsiya berishimiz kerak. Reklama qilishimiz kerak insonlar. Ya'ni mana shu kompaniyaning mahsulotlarini, biznesini qanchalik uzr, tak telefon kelib qoldi, ovozim uzilib qolmadimi? Qanchalik darajada biz ko'proq reklama qilsak, ertaga komandamizga ko'proq insonlar keladi, ko'proq o'sha komandamizga kelgan insonlar mahsulotlar ko'proq xarid qiladi va mana shu xaridlardan albatta ertaga bizga daromad chiqadi. Tak, to'rtinchisi albatta ishonchli kompaniya hamkor. Ishonchli kompaniya hamkor deganda kompaniyani biz hamkor tarzida tanlayapmiz. Ya'ni biz kompaniya bilan hamkorlikda ishni olib boryapmiz, o'sha marketing dogovorini qilyapmiz. Ishonchli kompaniya sizni kelib, bu biznesga kelib, mahsulotda reklama qilganingiz uchun, sizni komandangiz qanchalik darajada tovar oborot qilib bergani uchun sizga ertaga daromadlaringizni to'lab beradi. Daromadlaringizni to'layotganingizda, boya aytib o'tganimdek, o'sha banklarga hisob raqamlaringizga vaqtida mana masalan o'tkazib beradi. Hech qachon unaqangi 4 kun, 5 kun, haftalab kechikkan vaqtlari bo'lmagan. Kechikkan vaqti bo'lgan 1 kun yoki yarim kunga o'sha aynan o'sha qaniydir bayram kunlariga kelib qolsa yoki bankda qaniydir tizim ishlamay qolgan bo'lsagina, o'sha balki yarim kun, 1 kun kechikishi mumkin. Lekin har doim katalog tugagandan keyin 10 kuniga o'sha oldingi katalogda daromadlarni har doim to'lab kelgan. Ishonchli kompaniyani deganda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu kompaniya 67 ta, pashti 70 ga yaqin davlatda qonuniy ish faoliyati olib boryapti. Ertaga xudo ko'rsatmasin, qaniydir davlatda biron bir urush bo'lib qolamiz. Balki xudo ko'rsatmasin. Alloh o'zi asrasin unaqangi narsalarda nima bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun 4 ta 5 ta zavodi bor o'zini. O'sha Rossiyada bor edi, Ukrainada bor edi, o'sha zavodlar ishlar bor. Mana ko'rdilaringiz, Ukraina Rossiyaning mojarosi tufayli qanday darajada
mahsulotlarimiz ozgina tortdi, lekin daromadlarimizni to'lamay, bir narsa qilmay bo'lib qolgani yo'q. Ya'ni o'sha mahsulot o'sha vaqt bir oy, 2 oyga tortildi. Ya'ni o'sha boshqa yo'llar bilan yana O'zbekistonga o'sha mahsulotlar kirib kelishga boshladi. Tushunyapsizlarmi? O'sha Ukrainadagi zavodini yopib, tezda birdaniga boshqa shaharga ko'chirib, hozirgi kunda o'sha zavoddan polni tiklab olib, hozirgi polni bilan ishlayapti. Ya'ni mahsulotlar kirib kelyapti. Demoqchi bo'lganim, Ukrainada ahvol qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiyada qandaydir krizis bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda normalmi, Qozog'istonda normal, Qirg'iziston, ya'ni kompaniya bitta davlatga qarab qolgani yo'q. 70 ta davlatga bilan hamkorlikda ishlaydi. 70 ta davlatning mahsulotlarini sotadi, qonuniy kirib o'rgan. Ya'ni bitta ikkita davlatda yaxshi daromad qila olmasa ham, qanday darajada minusga kirsa ham, siz tak, uzr, telefon kelib qolyapti. Hozir 1 minut. Tak, ovozim eshitilyaptimi? Bitta tekshirib olaylik, telefon kelib qoldi. Da, eshitilyapti ovozingiz. Rahmat. Tak, demoqchi bo'lganim, ana shu qaysidir davlatda qandaydir hodisa bo'lib qolsa ham, bir narsa bo'lsa ham, ertaga boshqa davlatlarga qandaydir darajada bu narsa ta'sir qilmaydi. Ya'ni sizning daromadingiz hamma narsa vaqtida как положено to'lab beriladi. Bu juda katta kompaniya, shuning uchun bu tomonlama ko'nglingiz to'q bo'lsin. 58 yillik kompaniya 1967-yilda tashkil etilgan. Shuning uchun mana shu narsalarga albatta e'tibor berishlaringizni so'rab qolaman. Tak, keyingisi albatta sifatli mahsulot. O'ylaymanki, mahsulot haqida unaqangi ko'p nima deydi, ko'p gapiryapman. Mahsulot o'ziga yarasha nomiga, o'ziga yarasha dunyoda mana brendga ega. Ya'ni kompaniyaning mahsulotlari, ayniqsa har qanday mahsulot, yuvinish vositasi bo'ladi, o'sha kremlarimiz bo'ladi. Original bo'lsa, albatta original o'sha kompaniyada hamkor bo'lib, bozorda ham ko'p bilaman mahsulotlar, poddelkalar, lekin original mahsulotni sotib olib, siz to'g'ri ishlatgan bo'lsangiz, ishoninglar, juda ham ko'p, juda yaxshi foydali, nima deydi, juda yaxshi natijalar olgan hamkorlarimiz, mijozlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun mahsulot sifati bo'yicha menimcha qanday ortiqcha ma'lumot beryapman. Bitta mahsulot ustida o'sha oddiy kremlarimizda 200 taga yaqin olimlarimiz bor, o'zimizda shaxsiy institutimiz bor. O'sha kremlar bo'yicha ishlaymiz. Kamida 2 yilda o'sha sinovdan o'tiladi har bitta mahsulotimiz va keyinchalik mana shu hozirgi kunda biz kelib bizga katalogga sotuvga chiqadi. Hozirgi kunda qandaydir yangi mahsulot, yangi krem chiqyapti. Ishoninglar, bu narsa, bu mahsulot 2 yil oldin sinovdan o'tishga boshlagan va bugun kelib hozir katalogda sotuvga chiqyapti. Shuning uchun har bitta mahsulot ma'lum darajada etaplardan, ma'lum darajada sinovlardan o'tadi. Bu tomonlama ko'nglingiz to'q bo'lsin. Kompaniyaning mahsuloti bo'yicha. Keyingisi sayohatlar. Boya aytib o'tganimdek, albatta sayohatlar kompaniyani eng, masalan, menga yoqqan nimalari, sayohatlarga borgandan keyin inson o'zini umuman boshqacha taassurotlar bilan boshqa dunyoni ko'rib kelasiz, o'zingizni boshqacha his qilib kelasiz. Ya'ni o'zingizni darajangizni oshirib kelishga albatta bu narsa juda katta hissaga ega. Tak, 7-si erkin ish jadvali. Erkin ish jadvali deganda bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Mana shu narsani hamma noto'g'ri tushunadi. Erkin ish jadvali deganda bu xohlagan vaqtda men xohlagan ishimni qilaman degani, lekin aslida unday degani ham emas. Nima demoqchiman? To'g'ri, siz o'zingizni ishingizni o'zingiz vaqtida belgilaysiz agar bu biznesga kelganingizdan keyin. Lekin qanaydir darajada qanaydir natija qilmoqchimisiz bu biznesda? Mana kunlik qanaydir ishlarni qilishga majbursiz. To'g'ri, misol uchun siz masalan ertalab qilmang bu narsani yoki masalan soat 10 da qilmang, lekin mana shu 10 ta ishni qilish kerakmi kuniga yoki 5 ta ishni? Albatta mana shu ishni qilsangizgina ertaga siz qanday darajada natijaga erishishga boshlaysiz. To'g'ri, o'zingiz erkin belgilaysiz bu narsani, lekin baribir u narsani qilish kerak. Tushunyapsizlarmi? O'sha davlatchida bilamiz biz, siz 9 da ishga kelishingiz kerak, shu 9 da ishga kelishingiz kerak. Siz o'sha ishxonada bo'lib turishingiz kerak va o'zingizni ishingizni boshlashingiz kerak. Bu yerda to'g'ri, 9 da balki ishni boshlamasligingiz mumkin, balki 10 da boshlashingiz mumkin, balki 11 da. Kimdir kechga qiladi, kimdir kechasi ishlaydi o'sha narsani. Onlayn. Endi mana ishlash uslublaringizga bog'liq bu narsa. Lekin baribir xohlaymizmi yo'qmi, qanday darajada ishlarni qilish kerak. Bu erkin ish jadvali degani, ha men hech narsa qilmasam ham bu hamma narsa bo'lib ketaverar ekan degani emas. Bu yoqqa kelgandan keyin ma'lum darajada ishlarni qilish kerak. O'sha ishlarni qilish jarayonida o'rganib borish kerak bu narsani va o'shandagina siz ertaga yaxshi natijalarga erishishga boshlaysiz.
Shuning uchun bu narsani to'g'ri talqin qilishni va to'g'ri qabul qilishlaringizni so'rab qolaman. Keyingisi merosiy biznes. Albatta bu biznesga kelganingizdan keyin qanday darajada natija qilishga boshlaganingizdan keyin, yaxshi natija, yaxshi daromadlar qilishga boshlaganingizdan keyin ertaga Xudo ko'rsatmasin o'ziz bilan bir narsa bo'lib qolamiz yoki yoshingiz katta bo'lib, sog'lig'ingiz qandaydir darajada to'g'ri kelmay qolamiz. Ertaga bu biznesda to'laqonli farzandlaringizga, yaqinlaringizga, ya'ni birinchi avlod qarindoshlaringizga shunday olib meros qilib qoldirishlaringiz ham mumkin. Ular o'sha biznesda ertaga agar o'sha ishga qiziqsa, bemalol bu ishda davom ettirib, zakazlarni urib, balki komandani yana ham rivojlantirib, yana ham kattaroq komanda qilib ketishi mumkin. Shuning uchun merosiy biznes bu biznesda prosta ertaga farzandlaringizga, yaqinlaringizga meros qilib qoldirishlaringiz mumkin. Misol uchun davlatchada ishlab turib, siz qanday lavozimga chiqsangiz ham, u narsani ertaga farzandingizga yoki kimingizga qoldira olmaysiz. Prosta u ishdan bo'shaysiz yoki pensiyaga chiqasiz, shunday qiladi. Lekin bu biznesda siz bemalol farzandlaringizga yoki kimgadir qoldirib ketsangiz bo'ladi, qarindoshlaringizga, birinchi avlod qarindoshlaringizga, aka-ukalaringizga. Tarmoqli marketingni albatta boshqa biznesga solishtirganda, bu biznesda umuman qancha pul borligini haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Qaranglar, mana oddiy futbol deymiz, mana futbolga bilamiz, juda ko'p insonlar qiziqadi, futbolda juda katta pullar aynaladi deymiz, lekin bor yo'g'i 1 yil ichida mana futbol sohasida 9 milliard dollarga yaqin pul aynaladi. 9 milliard dollar pul aynaladi futbol biznesida. Tushunyapsizlarmi? Mana musiqa biznesida, ya'ni musiqa industriyasida 16 milliardga yaqin pul aynaladi. O'sha butun dunyoni statistikasini olib aytyapman. O'sha konsertlar, daromadlar, qaniydir nolar. Kino industriyasi, ya'ni kino mana prokatlar, kinoteatrlar, boshqa nolar, internetda nolar, hammasi kinoning narxlari bor o'zini. 80 milliardga yaqin 80 milliard dollar raqamga pul aynaladi. Lekin mana shu aynan tarmoqli marketing yo'nalishidagi biznesga, tarmoqli marketing yo'nalishidagi barcha hammasi bu yerda Aliflem haqida gapirmayapman. Barcha mana shu dunyodagi bor tarmoqli marketing bizneslar orqali 193 milliardga yaqin dollar pul aynaladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni boshqa mana industriyalarga nisbatan qanchalik darajada bu biznesning kattaligini, ob'yom kattaligini haqida tushuncha bermoqchiman. Mana shu biznesda mana shunaqangi natijalar, mana shunaqangi ko'rsatkichlari bor. Bu biznesga kelganimizdan keyin, aynan masalan bizlarni biznesga kelganimizdan keyin qandaydir darajada siz natija qilmoqchisizmi yoki o'sha prezentatsiya eshitganingizdan keyinmi, siz albatta qandaydir yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Ya'ni qaysi yo'nalish bilan men ishlayman? Siz prosta ertaga mijoz bo'lmoqchimisiz yoki prosta mahsulotlar, yaxshi mahsulotlar bo'lgani uchun xarid qilmoqchimisiz yoki brend hamkor yo'nalishini, ya'ni komanda o'stirib, daromadlarni olmoqchimisiz? Mana shu albatta ikkita yo'nalish turadi va uni bittasini tanlashimiz kerak. O'sha yo'nalishlarimizdan bittasi mijoz yo'nalishi haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Uncha ham juda chuqurlashib o'tmayman. Mijoz yo'nalishida nimalar bor bizda? Mijoz yo'nalishini tanlaganimizdan keyin bilamiz, darhol 15% chegirma olamiz. Katalog narxiga nisbatan 15% chegirmamiz bor. Undan tashqari barcha buyurtmalar uchun 15% cashback olamiz biz. Boshlang'ich dasturimiz bor. Boshlang'ich dasturimiz 120 ming, 180 ming, 300 ming. Undan tashqari maxsus narxda mahsulotlar haqida bepul yetkazib berish. Ya'ni bepul dastavkaga qaniydir mahsulotlar qo'yilgan bo'ladi. Siz ya'ni o'sha dastavkani bepul olishingiz uchun qaniydir darajada mahsulotlarni xarid qilib olishingiz kerak. Va undan tashqari 10% shaxsiy tavsiya chegirmasi. Ya'ni siz tavsiya taklif qilgan hamkorlaringiz, mijozlaringizdan ham ertaga 10% ularni xarididan, ular sotib olgan mahsulotidan 10% tavsiya chegirmasini ham olishingiz mumkin. Bundan tashqari hozir bilasizlar, yurakchalar sistemasi ishlayapti. Yurakchalar sistemasi bo'yicha ham siz o'sha yurakchalarni yig'ib ham yaxshi nolarni olishingiz mumkin. U adashmasam boshlang'ich dasturidan o'rniga qo'ygan menimcha bu narsani. Keyingi yo'nalishimiz brend hamkorlar uchun. Ya'ni brend hamkorlar uchun qanaqangi imkoniyatlarimiz bor bizlarda. Birinchisi albatta 20% lik chegirma. Keyingisi 10% lik tavsiya chegirmasi bor. Xuddi brend hamkorlar ham, siz agar brend hamkorni yo'nalishini tanlasangiz, sizga birdaniga 10% lik o'sha siz taklif qilgan insonlarda ham ularni xarididan ertaga 10% dan tavsiya chegirmasiga olishga ega bo'lasiz. Va eng asosiy mana shu narsaga e'tibor berishlaringizni xohlayman. Sizni jamoangizdan, siz taklif qilgan insonlardan komandangiz qanchalik katta bo'lishiga qarab, ertaga o'sha jamoangizdan tovar oborotidan, ularning xarididan 3% dan 23% gacha bonusini olishingiz mumkin. Ya'ni ularni
sizni orqangizdan kelgan komandani tovar обороtidan o'sha summadan 3% dan 23%gacha har oylik 21 kunlik daromad deymiz-ku, oylik deymiz. Bu aslida oylik emas, u premialniy bonuslar. Ya'ni siz o'sha ularning tovar обороtidan ertaga 23%gacha daromadni olishingiz mumkin. Va mana shu narsani ertaga kompaniya sizga bank orqali to'lab beradi. Keyingi imkoniyatimiz tez o'sish bonusiga va bir martalik mukofotlarga ega bo'ling. Tez o'sish bonusi va bir martalik mukofot boya aytib o'tganimdek, mana shu har katalogda olayotgan daromaddan tashqari bizga mana shunaqangi cheklar beradi. Mana direktor zvaniyasi uchun yoki mana 12%, 15%, 18% lik menejerlar uchun ham tez o'sish bonusi berilyapti. O'shanaqangini olib, mana bir martalik mukofotlar deyiladi bu narsa. Ya'ni boya olgan cheklarimizni men yuqoridagi saytda ko'rsatgan. Keyingisi lokal va xalqaro Oriflame konferensiyalarida qatnashish huquqiga ega bo'lish. Ya'ni o'sha boya aytganimizdek, sayohatlarga qatnashishga ega bo'lasiz. Brend hamkor statusiga o'tganingizdan keyin mana shunaqangi nima deydi, konferensiyalarda shunaqangi sayohatlarga shartlarni bajarsangiz, albatta o'shanaqangi nimalarga ishtirok etishingizga imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tak, mijoz bo'lib kelganimizda hamkorlarimiz, liderlarimiz yoki o'sha bo'lajak siz rekrut qilayotgan insonlar mijoz yo'nalishini tanlaganda kimlar keladi asosiy bo'ladi? Nima uchun o'sha mijoz yo'nalishini kim ko'proq tanlaydi? Albatta bu kim? Aqlli xaridorlar. Ya'ni misol uchun qandaydir mahsulotlarni chegirmada olish uchun, ya'ni o'sha masalan bozor narxida yoki katalog narxida emas, ularni chegirma bilan olaman. Men o'zim uchungina olaman. O'sha bayram vaqti yoki qandaydir nimalar bo'layotgan vaqtda men shu mahsulotlarni xarid qilib yuraman degan mijozlar, xaridorlar mana shu aqlli xaridorlar deyiladi. Ular mana shu katta skidkalardan foydalanib, kompaniyaning qandaydir aksiyalaridan foydalanib, o'sha xarid qilib yuradigan insonlar ular. Va keyingisi albatta sotuvchilar. Sotuvchilar ham kelib o'sha mijoz yo'nalishini ko'proq tanlaydi. Qandaydir darajada tavsiya chegirmalarini olish uchun, skidkalardan foydalanish uchun, o'sha katta aksiyalardan foydalanish uchun sotuvchilar ham mijoz yo'nalishini tanlaydi. Mijoz yo'nalishi asosiy shunaqangi insonlar keladi. Tak, keyingisi brend partnyor yo'nalishini. Kelgandan keyin nimaga e'tibor berish kerak, nima uchun ular o'sha narsani tanlaydi? Kim brend hamkor bo'ladi? Brend hamkorga albatta biznes uchun kelgan insonlar ko'proq, biznes uchun yo'nalish tanlagan insonlar ko'proq keladi. Ya'ni biznes hamkorlar ular kelgandan keyin bu yerda albatta nima qiladi? O'sha aynan kompaniyani premialniy bonuslarini, daromadlarini olish uchun katta fokusini qaratadi. Ular bu yerga kelgandan keyin aynan o'sha biznes hamkor zvaniyasiga, nima deydi, unvoniga chiqadi, keyin menejer unvonlariga chiqadi va keyinchalik direktorlar zvaniyasiga chiqib, mana shu yerda katta daromadlarga erishish uchun barcha harakati, fokusi mana shu narsaga qaratilgan. Ya'ni o'zini insonlarni, mijozlarni, o'ziga o'xshagan brend partnyorlarni, hamkorlarni taklif qilishga fokusini qaratish kerak. Va ertaga o'sha ishlarni qilsangizgina siz mana shunaqangi biznes hamkor, menejer va direktor zvaniyalariga chiqishingiz mumkin. Nima uchun keladi bu umuman bu biznesga? Mana hozir sizlar insonlarni taklif qilyapsizlar yoki misol uchun siz kelmoqchisiz bu biznesga. Albatta kelishingiz uchun mana shunaqangi asosiy sabablar bor. Nima uchun kelayotgan? Hozir boya aytganimdek, yoki mijoz yo'nalishini tanlaydi yoki brend hamkor yo'nalishini. Lekin undan tashqari mana ichiga yana kirib boramiz. Nima uchun keladi insonlar? Birinchisi kosmetikadan ekonom qilmoqchi bo'lganlar. Ya'ni o'sha boyagi aytganimizdek mijozlar. Ular 15% dan 70% gacha chegirmada olishga imkoniyatiga ega bu mahsulotlar. Albatta o'sha kompaniyaning aksiyasiga qarab, siz qanday darajada shartlarni bajargan bo'lsangiz, yo'riqchilarni olgan bo'lsangiz, mana shunaqangi katta skidkalarda mahsulotlarni olsangiz bo'ladi. Yoki misol uchun sotuvchilar, ikkinchisi 600 mingdan 800 minggacha daromad olish uchun. Ya'ni siz albatta tikkan pul deymiz. Siz mana qancha mahsulot xarid qilgan bo'lsangiz, misol uchun 1 millionlik, 1,5 millionlik mahsulotni xarid qilgan bo'lsangiz, siz o'sha mahsulotni agar 20 kun ichida sota oladigan bo'lsangiz, yaxshi o'sha sotuv sistemasi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, siz bemalol ertaga 6 million, 600 ming, 800 ming, balki 1 million ham daromad olishingiz mumkin. Albatta bu narsa siz bu mahsulotga olishingizga, o'sha zakazingizga qancha pul tikkaningizga bog'liq bu narsa. Nima deymiz? O'sha qisqa muddatli maqsadga kelgan. Ya'ni o'sha masalan prosta yo menga 5 million, 20 million, bilmayman qanchalar katta daromad kerak emas, menga sayohat ham kerak. Men prosta mana shu yerga kelib sotuvdan daromad qilib yurmoqchiman degan insonlar ham juda ko'p bo'ladi va o'sha yo'nalishni ko'plar tanlaydi. Keladi, prosta oladi zakazda
o'sha mahsulotlarni sotadi va mana shu 600 ming, 800 ming, balki 1 million daromad olib yurayotgan insonlarimiz ham, liderlarimiz ham, hamkorlarimiz juda ham ko'p. Shunaqangi yo'nalishda ham ko'p insonlar keladi. Keyin 5 milliondan 15 milliongacha daromad topish uchun, ya'ni yo'q menga 1 million, 1,5 million, 600 ming daromad menga kerak emas, men yaxshi daromad qilmoqchiman, men direktor bo'lmoqchiman, men qandaydir darajada sayohatlarga chiqmoqchiman deganni, ertaga direktor, kamida direktor zvaniyasiga chiqqandan keyin ertaga 5 milliondan 15 milliongacha daromadni olishi mumkin. Direktor, zaltoy direktor yoki nima deydi, starshi zaltoy direktor zvaniyalarga chiqqandan keyin mana shunaqangi daromadlarni siz olib yurasiz kamida. Mana shunaqangi insonlar ham bor. Va undan tashqari yana shunday mana 4-yo'nalishimiz bor. Yo'q, men 5 million, 15 million menga daromad kam, men 20 million, 30 million, 40 million daromad olishim kerak. Ya'ni aynan o'sha katta tadbirkor bo'lmoqchiman, katta lider bo'lmoqchiman, top lider bo'lmoqchiman degan insonlar ham kelib, mana shu yerda shu kompaniyadan o'sha tuzilmalarni tuzib, o'sha liderlarni o'stirib va hozirgi kunda kelib 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, hattoki biz bilamiz 150 million, 200 million daromad olib yurayotgan liderlarimiz va ustozlarimiz ham bor, shunaqangi daromad olayotganlar. Mana shunaqangi ambitsiyalar bilan keladi odamlar bu yerga. Tak, daromad turlari. Qanaqangi daromad turlari bor? Boya aytib o'tganimdek, yana bu narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Aqlli xaridor bilamiz, aqlli xaridor o'sha boyaga aytganimizdek, birinchi kelganda 15% lik chegirma bilan birinchi buyurtmaga, keyinchalik 15% har bir buyurtma uchun cashbacklar. Bu narsaga kelganingizdan keyin albatta eng ustunlik tarafi bu Oriflame kompaniyasining mahsulotlari sifatligi, taniqli brend ekanligi, talab ko'p mahsulot, bu sizga bega juda katta badlar, faqat badlar bilan, qaniydir nollar bilan ishlayapmiz. To'g'ri, badlarimiz ham bor, yaxshi mahsulotlarimiz, nollarimiz ham bor, vitaminlarimiz ham bor. Lekin bu yerda kosmetika vositalari, oddiy sovun, shampun, zumni pasta, zumni shotka nima uchun ishlatish kerakligini juda odamlarga tushuntirish uchun juda unaqangi bu mahsulotni juda ham kuchli o'rganish kerak emas. Ma'lum darajada informatsiyalarni olsangiz, albatta ertaga insonlarga ham tavsiya qilishga unaqangi darajada qiynalmaysiz. Assortiment juda ham katta, pashti 1,5 ming, 2 mingga yaqin assortiment bor. Ishoninglar, sizga misol uchun soch parvarishi kerakmi, yuz parvarishi kerakmi, badan parvarishi kerakmi, sog'liq kerakmi, o'sha badlar kerakmi, har qanday nolga sizga o'sha qandaydir parfyumlar kerakmi, nima deydi, qandaydir himoya vositalari kerakmi, o'sha yozga, kuzga, qishga qandaydir kremlar, u hammasiga alohida assortiment juda ham ko'p. Shuning uchun bu narsa bilan siz bunaqangi darajada qiynalmaysizlar ertaga ishlayotgan vaqtlaringiz. Tak, keyingisi albatta boya aytib o'tganimizdek, tavsiyadan olinadigan daromadlar. Boyagi 20% brend hamkorda bu yo'nalish daromadlari, 20% har bitta buyurtma uchun chegirma, 10% tavsiya chegirmasini oladi. Bundan tashqari sizga referal havola beriladi, ya'ni siz bu narsani ertaga insonlarni taklif qilish uchun, rekrut qilishingiz uchun alohida siz uchun referal havola beriladi, alohida darslar bo'ladi, beauty chatlar bo'ladi. Mahsulotimiz boya aytganimizdek taniqli brend, talab ko'p mahsulot, juda katta assortiment, hamma mana shu ma'lumotlar, hamma narsa albatta menimcha hozirgi kunda o'zlaringiz ham amin bo'lgansizlar, mana shu gruppalarimizda, boshqa gruppalarimizda ham hammasi o'qitilyapti, hammasi ko'rsatilyapti, maksimal darajada informatsiyani berib boryapmiz hammasi. Tak, 3-yo'nalishimizdan bittasi daromadimiz turlari, tak, ish tashkil qilganingiz uchun daromad. Ya'ni mana 65 dan ortiq davlatlarda hamkorlik. Boya aytganimizda 70 ga yaqin davlatlarda qonuniy ish faoliyatini olib boryapti. Mana shu nafaqat o'zimizda davlatda, balki siz o'sha Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, o'sha qo'shni davlatlarda ham, o'sha qaysi davlatda qonuniy kompaniya ishlayotgan bo'lsa, siz u yerda ham komandani rivojlantirish huquqiga egasiz. Ya'ni siz o'sha u yerda международный nomer ochib, siz bemalol ularda u yerda o'stirgan komandangiz uchun ham o'sha daromadni olib yurasiz. Faqat O'zbekiston bilan cheklanmay, butun o'sha 70 ta davlatda, yaqin davlatda komanda o'stirib, o'sha yerdan ham daromadlar olishga egasiz. Shuning uchun bu narsadan albatta maksimal darajada foydalanish. Bozorda bu juda yaxshi taklif, bilasizlar. Bunaqangi boya aytganimizdek katta assortiment, talab mahsulotlarimiz o'sha eng talab bu, ya'ni o'sha kosmetika vositalari. Bunaqangi darajada menimcha oziq-ovqat bo'yicha, ya'ni nima deydi, mana biznes tilida aytganda, mana bozor tilida aytganda, xadovoy mahsulotlar hammasi. Ertaga sizda chirib, bir narsa so'rovga o'tib, bir buzilib qoladigan mahsulotlar emas, hammasi kamili
3 yil 4 yil sroklari bor. Juda agar birini qandaydir mahsulotni olib sota olmasangiz ham bor-ku, o'sha mahsulot o'zi 1 million 1,5 uzoq bilan 1,5 millionlik narsa bo'ladi. Sota olmasangiz ham bor, o'sha mahsulotni 1 yil ichida ishlatib yuborasiz-da, u narsani bankka hech kim bo'lmaydi-da. Olib o'zingiz oilangiz uchun, o'zingiz uchun ishlatib yursangiz ham birinchi o'rinda sifatli mahsulot. Shuning uchun mening o'ylashim bo'yicha juda yaxshi taklif. Unaqangi nima deydi, mahsulotlar bir qo'rqib qolib ketadigan narsalar emas. Hammasini albatta bu biznesni qanday qilishdi, o'sha международный sponsoriyani qanday ochish kerak, komandani qanday o'stirish kerak, hammasini o'rgatamiz. Insonlarni qayerdan olish kerak, ularni qanday yetaklash kerak, qanday gaplashish kerak, har bitta qadamga biz birga o'rgatamiz. Mana shunaqangi darslarni tashkil qilamiz va maksimal darajada sizlarni yaxshi natijalarga chiqarishga harakat qilamiz. Keyingisi, bu biznesga kelganingizdan keyin kompaniyani o'zini talabi bor, ya'ni o'zini muvaffaqiyat zinasi bor. Ya'ni bu yerda ham siz bemalol karyera qilishingiz mumkin. Muvaffaqiyat rejasi bor. Qanaqangi rejalar bu? Bu yerda bir direktorlik jamoasi bor. Boya men boshida tushuntirganimdek 5 milliondan 15 milliongacha olish daromad qilgan. Brilliant jamoasi bor. Siz bu yerda bundan ham katta daromad olasiz. 40 million, 50 million, 60 million daromad olasiz. Ijrochi jamoa bor. U pashti 80 million, 100 million atrofida daromad oladi. Prezident jamoalari bor. U yerda o'zi 200 milliondan ziyod bo'lgan daromadlarga olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shunaqangi karyerani bemalol mana shu kompaniyada kelib qo'lga kiritib maksimal darajada foydalansangiz bo'ladi. Bir martalik mukofot pullari, mana bu yerda bitta narsani yashab bitta o'ylashni xohlayman. Maksimal darajada telefoningizni gorizontal holatga o'tkazib, mana shu summani ko'rib oling. Ya'ni bu kompaniya kelgandan keyin siz har katalog daromadingizdan tashqari direktor zvaniyasi, katta direktor zvaniyasini boya shartlari bu, nechta direktor chiqarishingiz kerakligini va har katalogda olayotgan daromadingizdan tashqari bir martalik cheklarni mana shunaqa qo'lga kiritishingiz mumkin. 12 milliondan boshlab, hozirgi kunda 12 milliondan boshlab 12 milliardgacha bir martalik chekni olish imkoniyatiga egasiz. Tushunyapsizlarmi? 12 milliard so'm sizda oylik daromadingizdan tashqari bir martalik shunaqangi chek olishga imkoniyatiga egasiz mana shu kompaniyaga kelib. Mana bu yerda pastdan qarasangiz 12 milliondan boshlanadi, 18, 24, 36, 48 million, 72 million mana shunaqangi zvaniyangizga qarab ketaveradi bu daromadlar. Mana shu shartlarni bajarsangiz albatta ertaga Xudo xolasa mana shunaqangi daromadlarga chiqasiz. Yana bitta imkoniyatlarimiz, daromadlarimizning turlari bittasi albatta bu menejerlik jamoasi. Menejerlar jamoasi degani bu direktorgacha bo'lgan jamoa. Qanaqangi daromadlarni olish? Tez o'sish bonusi bor, bilamiz. Mana shu dastur haligacha ishlayapti. Ya'ni bir martalik premiya jami 7 million 200 ming so'm. Buning ichida 1 million 200 ming so'm bor. Bu 1 million 200 ming so'm 12% menejerlar uchun beriladi. Ya'ni 12% menejerga chiqqaningizdan keyin 2 marta mana shu zvaniyani tasdiqlasangiz sizga 1 million 200 ming so'm beriladi. 15% menejerlar uchun bu 2 million 400 ming so'm. 15% menejer darajasiga chiqqaningizdan keyin 2 marta tasdiqlasangiz o'sha menejerlik zvaniyani sizga mana shu 2 million 400 ming so'm oylik daromadingizdan tashqari shunaqangi premiya beriladi. 3 million 600 ming so'm bu 18% menejerlar uchun 2 marta mana shu zvaniyani tasdiqlasangiz 18% siz mana shu 3 million 600 ming so'm premiyani olish imkoniyatiga egasiz. Keyingisi menejerlar jamoasidan keyin bu direktorlik jamoasi bu. Boya aytganimizdek, bir martalik premiyalar 138 million so'm bo'ladi общий. Bu har katalogda olayotgan daromadingizdan tashqari. Buning ichida nima bu? Boya aytganimdek, direktor uchun zvaniya 12 million, katta direktor uchun 18 million zvaniya mana qavsda ichiga yozganlarim. Oltin direktor uchun 24 million premiya bor. Starshий katta oltin direktor uchun 36 million premiya. Safir direktor zvaniyasi 48 million. Mana shu hamma zvaniyalarni siz tasdiqlasangiz, ketma-ket tasdiqlab olsangiz, oylik daromaddan tashqari siz 138 million daromadgacha chekni bir martalik chekni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu narsa bir marta beriladi o'sha unvonni bajarganingizdan keyin. Mana shu sizda nima deydi, rahbarlantirish, ya'ni siz mana shu ishda to'g'ri olib borganingiz uchun, to'g'ri direktorlarni o'stirganingiz uchun, to'g'ri tizimni tashkil qilib, mana shunaqangi to'g'ri ishlab borganingiz uchun, stabil o'sib borayotganingiz uchun mana shunaqangi premiyalar sizga ertaga Xudo xolasa beriladi. Brilliant jamoasi bu, ya'ni 60 millionlik premiya. Mana rasmda ko'rib turibsiz, biz o'sha ayni o'sha 60 millionlik slayd ochilsin sizlarga.
Keyingisi mana Brilliant jamoasi bu. Brilliant jamoasida jami premiyasi 288 million so'm bo'ladi. Brilliant jamoasida ham albatta bu yerda 3 ta zvaniya bor. Birinchisi Brilliant direktor 72 million so'm. Biza o'sha Brilliant zvaniya direktorni bajarganimizda o'sha 72 million emas, 60 million premiya olganmiz. Ya'ni keyinchalik kurs ko'tarilgandan keyin o'sha premiyalar miqdori ham oshgan. Lekin biz o'sha 60 million bo'lgan vaqtda olganmiz o'sha premiya. Brilliant zvaniya uchun 72 million, дважды starший Brilliant uchun 96 million, дважды Brilliant uchun 120 million so'm beriladi. Jami bo'lib turib 288 million so'mni siz Brilliant jamoasida oylik daromadingizdan tashqari shunaqangi cheklarni qo'lga kiritishingiz ham mumkin. Ijrochi jamoa mana yuqoridagi ustozlarimiz mana shunaqangi premiyalarni olgan. Bu bir martalik premiyalar jami 1 milliard 320 million so'mgacha olishi mumkin. O'sha 288 million ijrochi jamoa, keyin oltin ijrochi jamoa bo'lgandan keyin 360 million va mana shunaqangi 432, 504 million zvaniyalarni bajarganingiz uchun mana shunaqangi premiyalar beriladi. Va eng yuqori jamoamiz bu prezident jamoasi. Prezident jamoasida bitta narsadan e'tibor berishlaringizni xohlayman. Boya aytib o'tganimdek 12 milliard premiyani men aytdim, 12 milliard so'm premiya olishingiz mumkin. Mana shu 12 milliard premiyani o'sha eng yuqorida Rossiyadagi bizlarni mana eng yuqoridagi ustozlarimiz, sponsorlarimiz bu Tamil Vladimir Polijayev dedi. Hozirgi kunda Tamil Polijayev yo'q, ya'ni turmush o'rtog'i mana shu biznesni davom ettiryapti. Vladimir Polijayev mana shu insonlar mana shu kompaniyadan $1 million chekda olgan insonlar. Mana shu daromadni mana shu chekda qo'lga kiritgan insonlar. Qaysidir konferensiyamizda 2023-yil konferensiyamizga borganimda mana shu inson bilan men tanishishga muyassar bo'lganman. Bu inson bilan men o'tirib gaplashganman. Albatta ma'lum darajada qanday yo'nalishlar bergan, ishonasizlarmi? Shunday oddiy inson ekanligini, mana shunaqangi daromadlar bo'lishiga qaramasdan, shunaqangi ancha o'zi komandasi ham juda katta bo'lib ketgan, shunchaki oddiy inson ekanligini va insonlar bilan to'g'ri muomala qilishini, umuman bir kibr hech qanaqangi shunaqa narsa yo'qligini ko'rib turib, men juda ham hayratda qolganman. Xudo xolasa hammalaringizga shunday daromadga chiqishni tilab qolaman. Shunaqangi inson bo'lib qolishimizni tilab qolaman hammaga. Demoqchi bo'lganim, prezident jamoasiga chiqqaningizdan keyin albatta mana shunaqangi daromadni olgan insonlar ham bor. Mana shu insonni darslari ham bor, efirlar bo'lib turadi. Buni alohida kanali bor. Telegram gruppaga yoki Instagramga kirsalaringiz, shu insonni profiliga post bersangiz, albatta bu narsalar hammasi chiqib keladi. Mana shunaqangi imkoniyatlar bor kompaniyada. Keyingisi sayohatlarimiz bor, konferensiyalarimiz bor. Bu narsa haqida boya men ma'lumot berib o'tib ketdim. Albatta o'sha sayohatlarga borib kelganimdan keyin o'sha mana shunaqangi top liderlar bilan, shunaqangi ustozlarimiz bilan tanishganimdan keyin kompaniyani sayohatda aynan liderlar uchun, hamkorlar uchun qanaqangi sharoit qilib berayotganini, qanaqangi imkoniyat, o'sha umuman boshqa darajani ko'rsatib berayotganini ko'rib, albatta sayohatlar men uchun juda ham katta taassurot qoldirgan. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana sizlar ham o'sha sayohatlar shartlarini bajarib aylanib kelsalaringiz, ertaga meni gapimni tasdiqlaysizlar shu narsani. Tak. Endi albatta bu biznesga kelgandan keyin men hozir yaxshi narsalarni gapirib berdim sizlarga. To'g'rimi? Mana sayohatlar, daromadlar. Lekin bu narsaniga erishish uchun albatta qanday darajada ishlarni qilishimiz kerak. Ya'ni misol uchun siz tadbirkor yo'nalishini tanladingizmi? Albatta siz ma'lum darajada qandaydir boya aytganimdek yo'nalish tanlab olganingizdan keyin o'zingizda kun tartibingiz bo'lishi kerak. Va qanday darajada erkin grafik bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, siz mana shu ishlarni qilib yurishingiz kerak. Siz prosta kelib berdi shunchaki zakaz urib yurganingizga siz bitta katta daromadlarga chiqib olmaysiz. Siz bu yerga kelganingizda albatta mana hozir slaydda ko'rib turganingizdek shaxsiy rivojlanish, ya'ni siz o'zingizning ustida ishlashga boshlashingiz kerak. Siz o'rganishingiz kerak, mahsulotlarni o'rganishingiz kerak, kitoblarni o'qishingiz kerak, seminarlarga qatnashish kerak, o'quv kurslarga qatnashish, efirlarga mana shunaqa qandaydir professional katta ustozlarimiz o'tayotgan treninglarga qatnashish kerak. Siz ya'ni shaxsiy rivojlanib o'zingizning ustida ishlashga boshlashingiz kerak. Parallel ravishda. Ya'ni yo'q, men birinchi shaxsiy rivojlanib turib, keyin men biznesni boshlayman ham deyish noto'g'ri. Siz parallel ravishda bu narsani qilib borishingiz kerak. Keyin asosiy qilayotgan ishlarimiz albatta o'sha kun tartibida nima ishlarimiz bu? Ya'ni yangi hamkorlarni topish va yetaklash. Siz yangi hamkorlarni taklif qilib yurishimiz kerak. O'quv tizimimiz mavjud, qanday yangi insonlarni taklif qilishimiz kerak.
shaxsiy tovar оборот qilishimiz kerak. Ya'ni siz shaxsiy zakazda urib yurgan bo'lishingiz kerak. Albatta mahsulotlar xarid qilib yurgan. Aksiyalarda to'g'ri tushuntirib bera olishingiz kerak odamlarga. Yangi hamkorlar oqimini yaratish. Ya'ni siz insonlarga taklif qilganingizdan keyin albatta ular kelgandan keyin shunchaki registratsiyadan o'tish kerak emasda. Ya'ni ular mijoz bo'layotgan bo'lsa ham, brend hamkor bo'layotgan yo'nalishini tanlasa ham, albatta kompaniyani mahsulotlarini xarid qilish kerak. Ertaga siz shunchaki 50 ta 100 ta odamni ro'yxatdan o'tkazganingiz bilan, lekin ular hech narsani xarid qilmasa kompaniyadan o'zi uchunmi, sotish uchunmi yoki komandani o'stirish uchunmi hech qanaqangi xarid bo'lmasa, komanda siz hech qanaqangi daromad olmaysiz. Shuning uchun kelgandan keyin albatta xaridlarga ham e'tiborni qaratish kerak. Mahsulotlarni to'g'ri tushuntirishga harakat qilish kerak. Hamma o'shani. Tak. Planyorkalar bo'lib o'tadi. Kunlik tartibimizda mana hozirgi kunda mana chat o'tyapmiz, mana shunaqa planyorka, muloqotlar, vebinarlar bo'lib turadi, to'g'rimi? Ish vaqtini o'zingiz belgilaysiz. To'g'ri, ish vaqtini o'zingiz belgilaysiz. Oilangiz uchun, o'zingiz uchun, o'sha o'zingiz ustida ishlash uchun, shaxsiy rivojlanish uchun hammasini o'zingiz belgilaysiz. Lekin qandaydir mana bunaqangi planyorkalarga, qandaydir darslarga, o'sha narsalarga to'g'ri vaqtda taqsimlab, vaqtni ajratib kirish kerak. Rekruting vaqtni bo'ldi, rekrutingga vaqt ajratish kerak. Shaxsiy rivojlanishni bo'ldi, shaxsiy vaqtga o'sha vaqtni ajratish kerak. Mayli, qanday erkin jadvalda qilsangiz ham, lekin u narsalarni qilish kerak. Yana bitta narsa sog'lom turmush tarzi va go'zal hayot. Endi sog'lom turmush tarzi deganda albatta to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Go'zal hayot deganda namunali bo'lishingiz kerak. Ertaga siz katta komandani o'stirmoqchimisiz? Albatta o'zimizda kompaniyani mahsulotlarini olib, ishlatib, nima deydi? Yuz parvarishi, soch parvarishi, ko'rinishingiz o'shanga mos bo'lishi kerak edi. To'g'ri, bu narsa birdaniga bo'lmaydi, lekin siz mahsulotlarni ishlatib, avvalambor natijani o'zingizda ko'rsatib borishga boshlashingiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Aynan o'sha wellness echasimi, o'sha sog'lom turmush tarzini, qaniydir ovqatlardan o'zingiz cheklashingiz kerak. Sog'lom tarzini olib borishingiz kerak. Misol uchun siz bir Navesh haqida shunday reklama qilyapsiz, lekin o'zingizda yuzingizda ahvoli shunaqangi bir achinarli ahvolga kelib qolgan va misol uchun pomadani reklama qilyapsiz, o'zingiz hech qanday pomadani ishlatmasangiz, qanday qilib bu pomadani reklama qilasiz? Misol uchun demoqchiman. Yoki misol uchun qandaydir antiperspirantlarimizda reklama qilyapsiz, lekin o'zingizdan shunaqangi bir nito hidlar kelyapsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz mana shu mahsulotni kompaniyani aslida bizlar bo'lamiz-da, mahsulot nima deydi, kompaniyaning mahsuloti. Ya'ni biz ham o'sha mahsulotni ishlatganimizdan keyin insonlarga biz ko'rsatib berishimiz kerak. Hayot tarzimizda mana shu mahsulotni ishlatganimdan keyin men sog'ligim tiklandi yoki mana o'zimga parvarish qilishga boshladim, mana yuzim o'zgardi. Yoki mana shunaqangi hidim bor edi, mana yo'qolgan. Mana yuvinish vositalarini ishlatamiz. Parvarish vositalarini ishlatamiz. Soch parvarishim, yuz parvarishim yoki o'sha masalan badlarimizda ishlatsak, wellness mahsulotlarini ishlatsak ham mana qanaqangi o'zgarishlar bo'lganligini biz doimo ko'rsatib yurishimiz kerak va mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu narsa bizlarning kunlik tartibimizda bo'lishi kerak. Siz qaysinidir qilib turib, lekin bularni qilmayotgan bo'lsangiz, albatta bu narsa ertaga sizda juda yaxshi natijalar olib kelmaydi bu narsa. Siz qanday natijaga balki erishmayotganingiz, demak siz mana shu narsani ichidan qaysinidir qilmayapsiz. Chunki sizda ertaga orqangizdan ergashish uchun odamlar kelgan, sizda o'zingizda qanday tutayotganingizni, nimalar yeyotganingizni, qanday mahsulotlar ishlatayotganingizni, o'zingizda ustida qanday ishlayotganingizni, balki qandaydir vaqtda sizni kuzatadi. Qani siz ertaga 2 oydan keyin qanday o'zgardingiz? Ko'rinishingiz qanday o'zgardi? Gapirishingiz qanday o'zgardi? Tushunyapsizmi? Dunyo qarashingiz qanday o'zgarganini ko'rib ham ertaga insonlar keladi sizga. Unaqangi o'zgarish uchun sizni kunlik tartibingizda mana shunaqangi narsa bo'lishi kerak. Bu narsa bo'lmasa siz ertaga katta natijalarga erisha olmaysizlar. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Kim yordam beradi? Sizda mana shunaqangi kunlik tartibingizda to'g'ri olib borishingiz uchun, siz mana shunaqangi yaxshi daromadga chiqishingiz uchun, sayohatlarga borishda albatta bu yerda bu biznesga kelganingizdan keyin yordam berayotgan insonlar bo'ladi. Kimlar bo'ladi? Ustozlar, ya'ni mana shu biznesga sizga taklif qilgan sponsoringiz, menejeringiz va balki o'sha direktoringizdir taklif qilgan.
albatta ular sizga mana shu biznesni ko'rsatib, mahsulotlar haqida informatsiya berishga maksimal darajada harakat va polni o'sha narsalarni o'rgatib olishdi. Ya'ni sizni yetaklaydi. Onlayn, offlayn darslar, efirlar. Hamma darslar natija qilgan yetakchilar dars o'tishadi. Ya'ni misol uchun mana bizlarda qanday chatlar o'tilyaptimi? Mana shu lider demak qandaydir daraja natijaga erishgan va sizga mana hozirgi kunda video chat o'tayotgandir. Onlayn dars o'tayotgan yoki offlaynda bironta seminar bo'lyaptimi yoki tadbir bo'lyaptimi, albatta boringlar o'sha narsaga va o'sha darsga qatnashing. O'sha yerda sahnaga chiqayotgan insonlar albatta qandaydir darajada natija qilgan insonlar. Mayli 6% menejer bo'ladimi bu, 3% bo'ladimi. Bilasizlar, mana shu kompaniyaga kelib birinchi qadamni qilgan odamlar ham gapiradi. Chunki ular natija qilgan, ular ko'rsatib bergan. O'sha misol uchun ular 5 ta 6 ta odamni olib kelgan, bu biznesni boshlagan va hozirgi darajasidan kelib chiqib sizga qaniydir qanday qilganini, qanday qiyinchilikdan o'tganini gapirib beradi. Va mana shu narsa ertaga siz shu biznesni boshlayotganingizda qaniydir yoki qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, siz uchun dars bo'ladi. Shu narsadan ham siz nimadir olishingiz mumkin. Ya'ni uni oldida qanday qiyinchilik bor edi, u qanday yengib o'tdi o'sha narsa. Va balki sizni oldingizda ham shunaqangi qiyinchilik turibdi, lekin siz o'sha narsani qaror qabul qila olmayotganingizni tushunib yetasiz. Agar mana shunaqangi onlayn yoki offlayn darslarga qatnashsangiz, mana shunaqangi efirlarga qatnashsangiz. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu narsaga albatta e'tiborli bo'lasiz. Yana kim yordam beradi bizga? Top liderlar beradi, yordam beradi. Yoki tadbirkorlar, ya'ni o'sha 5 milliondan 15 milliongacha daromad oladigan. 20 milliondan ortiq daromad oladigan. Mana ustozlarimiz bor, Oysara Tog'ayeva, Shuhrat Haqiberdiyevlar bor. Katta guruhlari bor. Darslar o'tiladi. O'sha yerda boshqa komandadagi liderlar ham u yerda dars o'tiladi. O'sha Oysarapan komandasi demoqchiman. Tushunyapsizlarmi? Boshqa top liderlar dars o'tadi. Albatta mana shu narsalarga katta tajribaga ega ustozlar hammasi. O'shalarda efirlaridan foydalanish kerak. Va mana shu narsani ertaga olgan bilimlaringizni albatta komandada o'zingizning ishlash uslublaringizni qo'llashga boshlash kerak. Sizda har doim hozirgi direktorsiz bo'ladimi? Feruza bo'ladimi? Mana shunaqangi albatta planyorka va shaxsiy uchrashuvlar o'tkaziladi bu narsa. Feruza mana men ko'p e'tibor beraman, telefon qiladi, hamkorlariga telefon qiladi, liderlari bilan telefonlashib gaplashadi. Ustozlar hattoki kompaniya ham xohlasangiz mana shu o'zimizda komanda uchun ham bir necha marta shunaqangi planyorkalarni o'tib bergan. Ya'ni bizlarda komandamizda hozir natijalar qanday bo'lyapti, qanday o'tyapti, nimaga e'tibor berish kerak, qaysi aksiyadan foydalanish kerak. Kompaniyaning o'zining planyorkalari bor, katta umuman butun O'zbekiston uchun bo'lib o'tadigan planyorkalar, efirlari bor. Tushunyapsizlarmi? Hamma sharoitlar bor sizning o'sishingiz uchun. Faqat bu narsadan to'g'ri foydalanish kerak. Ustozlardan to'g'ri foydalanish kerak. O'sha mana efirlardan, video chatlardan, efirlardan, top liderlarning efirlaridan, kompaniyadan to'g'ri foydalanish kerak. O'sha hamma efirlardan. Mana shu narsaning hammasidan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Lekin bundan tashqari hozir men sizlarga kompaniyani zo'r maqtadim, to'g'rimi? Zo'r imkoniyatlarni tushuntirdim. Hamma ularda sayohat, qancha daromad bor, lekin bundan tashqari minuslar ham bor. Ya'ni bu yoqqa kelgandan keyin nima minus bo'ladi bizga? Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni men faqat maqtamoqchi emasman bu biznesda. Bu yerga kelgandan keyin albatta qanday darajada minus taraflari ham bor bu biznesni boshlaganingizdan keyin. Va mana shu narsaga tayyor bo'linglar. Birinchisi o'qish va o'rganish kerak. Ya'ni siz bu narsaga ochiq bo'lishingiz kerak. Bu biznesga kelganingizdan keyin boya aytganimizdek, mahsulotlar haqida polni informatsiyalarni sekin-sekin o'rganib olish, darajangizdan kelib chiqib. Men birdaniga zo'r o'qib ketinglar demayapman, zo'r o'qib ketinglar. Lekin mana shu narsaga e'tibor beringlar. Mana shu narsa qiyin bo'ladi, bu oson bo'lmaydi, bilaman men bu narsani. O'qish kerak, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak, mahsulotlarni o'rganishingiz kerak, biznesni o'rganishingiz kerak. Bu narsaga 100%lik bilan berishingiz kerak. U yo'q men nima dedi, 50% bilan quvvat bilan qarayman bu narsaga, shu 50%nigina bajaraman degan bo'lsangiz, natija bo'lmaydi. Qachonki siz 100% bu narsaga kirishsangiz, o'qish va o'rganish, ya'ni o'zingiz ustida ishlash. O'shanda siz yaxshi natijaga erishishga boshlaysiz. Mana shu bitta katta minuslarimizdan bittasi. Ikkinchisi, sabrli bo'lishimiz kerak. Nima degani? Boshqalarning fikriga va e'tiroziga chidamli bo'lish. Bu biznesga kelganingizdan keyin bu biznesdan sizni aynatadigan insonlar mana shuncha emas, mana shuncha bo'ladi. Tushunyapsizmi?
Birinchi o'rinda yaqinlarimiz. Boya men aytib o'tganim. Hattoki mana Feruza ham shu biznesni boshlaganda, men turmush o'rtog'i necha marta bu biznesni qaytarmoqchi bo'lganman. Bu narsaga sabrli bo'lish kerak. Nima uchun men uni qaytarmoqchi bo'lganman Feruzani? Chunki men bu biznesni tushunmaganman. Imkoniyatini tushunmaganman, ko'rmaganman bu narsani. Lekin Feruza misol uchun o'sha vaqtda sabrli bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? O'zini eng yaqin insonlar hamma qarshilik qilgan. Ota-onasi, men qarshilik qilgan. Qaynona-qaynotasi qarshilik qilgan. Farzandlari kichkina edi. Shunasi butun hamma yaqin atrofi hamma qarshilik qilyapti bu biznesda. Nima uchun? Chunki bu biznesni hech kim tushunmaydi. Qo'y nima qilasan, shuncha vaqtini ketkazib, bankrot bo'lasan, unday bo'lasan, mashinang bo'ladi, mashina. Hattoki yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, sinfdoshlaringiz, qo'shnilaringiz ham sizga aytishga harakat qilishi mumkin. Lekin bu narsaga sabrli bo'lish kerak. Bu sabrga ham shunchaki boyagi 50% nima bilan emas, 100% bu narsaga yondashish kerak bo'lsa. Yo'q, men bu narsada natija qilaman. Natijani ko'rsatib borsangiz ertaga yaqinlaringizga. Mana hozirgi kunda kelib, misol uchun Feruza va boshqa mana liderlarimizning ko'p narsani kuzataman. Polni yaqinlari qo'llab-quvvatlaydi. Nima uchun? Chunki natijani ko'rsatib beradi. Sabrli bo'lgan o'sha vaqtda, o'sha qiyinchilik bo'lgan vaqtda, urush bo'lgan vaqtda, uyda janjal bo'lgan vaqtda, hech kim tushunmagan vaqtda u o'sha narsaga sabr qilganda natijagacha harakat qilgan va natijani yaqinlariga ko'rsatib borgan. Tushunyapsizlarmi? Men ko'p mana hayron qolaman-da, biznesda biza rekruting uchrashuvlarni o'tkazamiz. Davlat, mana shu biznesni boshlang, mana shunday imkoniyatlari bor. Mana shunday natijaga chiqishingiz mumkin dedi. Ha, mayli. Yo'qadi unga. Bo'ldi dedi, men dedi bir maslahatlashay dedi. Men baribir turmush o'rtog'imdan so'rashim kerak yoki kimlardir maslahat olishim kerak dedim. Biz keyin so'raymiz. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz shu biznesda ishlaganmi yoki mana shu o'sha yaqiningiz mana shu biznesda ishlaganmi deymiz. U tushunadimi shu biznesni deymiz. Shu sohani. Misol uchun sizda tishingiz og'risa, siz borib mana oshpazdan maslahat so'ramaysiz-ku, men mana bu tishim og'riyapti. Nima qilsam ekan deb, to'g'rimi? Siz borasiz, stomatologga borasiz maslahat so'rashga. Mana bu biznesda ham qandaydir darajada xuddi shunday narsa bor. Ya'ni bu biznesni qandaydir boshlamoqchimisiz, mana shu sohaga taalluqli odamdan maslahat so'rash kerak. Lekin biz ko'pincha yaqinlarimizdan yoki umuman shu sohani tushunmagan qo'shnimizdan, sinfdoshimizdan maslahat so'rashga boshlaymiz. Men shu biznesni boshlamoqchiman, nima deysan? Tabiiyki, agar u kimdir qo'shnisi yoki qaniydir tanishi bu biznes o'xshamagan bo'lsa, sizga o'sha misolni keltirib chiqaradi. Yo'q, men bu qilgan, mana shunday bankrot bo'lgan, mahsulot sotolmagan, qolib ketgan, qo'lida hamma narsasi vobshe qilib bo'lmaydi, qiyin, unday degan gapni gapiradi. Shuning uchun bu narsaga to'g'ri yondashishimiz kerak. Va ertaga Xudo orzu siz qanday darajada natijalarni qilib boshlasangiz, o'shani yaqinlaringizga ko'rsatib borsangiz, ertaga yaqinlaringiz ham, tanishlaringiz ham, qo'shnilaringiz, o'rtoqlaringiz hammasi sizni qo'llab-quvvatlashga boshlaydi. Va uchinchisi eng muhim narsasi albatta harakatni qilish kerak, boshlash kerak. Shunchaki siz o'qiganingiz bilan, sabrli bo'lganingiz bilan, lekin harakatingiz o'shanga yarasha bo'lmasa, ya'ni 100% harakat bo'lmasa, sizda natija bo'lishga qiyin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana aytadi-ku, jarlikda katta jarlik turibdi oldingizda. O'sha jarlikda siz sakrayotganingizda 95% ga yoki 97% ga sakrasangiz, siz o'sha jarlikdan o'tib keta olasizmi naryoqda? O'tib keta olmaysiz, qo'laysiz. Shuning uchun mana shu narsaga ham harakatni 100% addacha bilan berish kerak. Maksimal darajada qilish kerak hammasini. Natijagacha qilish kerak. Qachonki o'sha narsaga mana shu hamma 3 ta yo'nalishga 100% bilan yondashsak, to'g'ri e'tiborimizni qaratsak, ertaga Xudo xolasa natijamiz ham 100% bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarga albatta e'tibor berishlaringizni xohlayman. Mana shunaqangi biznesimizning minuslari bor. Bizlarni aynitadigan odamlar, mana shunaqa har xil e'tirozlar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu narsaga hammasiga albatta ularga qanday javob berishni o'rganishimiz kerak. Sabrimizda to'g'ri qo'shishimiz kerak, sabrli bo'lishimiz kerak o'sha vaqtda. Albatta harakatni o'shanga yarasha bo'lish kerak. Ya'ni misol uchun boya men aytganimdek, yaqinlarimiz oldida qanaydir va'da berdikmi, qanaydir natijaga chiqamiz dedikmi, o'shanga yarasha harakatni qilish kerak. Shunchaki
zakaz urib yurganingiz bilan siz u natijaga chiqa olmaysiz ertaga. Albatta o'zingiz ustida ishlashingiz kerak va o'shanga yarasha harakat qilish kerak. Tak, endi agar savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Maksimal darajada men mana shu bugun o'tilgan prezentatsiya bo'yicha sizlarga javob berishga harakat qilaman. Kimda qanaqangi savollari bor? Yoki savollaringiz bo'lmasa ham, kim bugungi prezentatsiyada nimani oldi? Balki oldin eshitmagandirsiz, balki qanday yangilik o'rgandirsiz. Kim nima deyapti fikrini? Tak, Lobar opa, mikrofoningiz qo'shilgan ekan. Savolingiz bormi? Chiqib ketdilar. Tak, hurmatli hamkorlar, hammasi tushunarlimi? Hech qanaqangi savol qolmadimi? Alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, Allohga shukr. O'zi yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Men o'zimni qiziqtirgan savollarning hammasini ola oldim deb o'ylayman. Savolim yo'q. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad, charchamang. Tak, yana biron kishi fikr bildiradimi? Balki prezentatsiya haqida, balki bironta tushunmagan joyi haqida savol bersalaringiz, maksimal darajada savollaringizga javob berishga xohlayman. Bitta narsani aytmoqchiman, savollaringizda imkon qadar menga mahsulot haqida so'ramaydi, iltimos. Mahsulot haqida men juda unday ma'lumotga egam, lekin biznes haqida qanday savollar bersalaringiz, qanday yo'nalish berishim mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ham shu qiziqtirgan savollarimga javob oldim, barini boshidan eshitdim. Yaxshi fikrlar bildirdingiz. Rahmat sizga. Bizlar nasib bo'lsa, shu darajalarga erishaylik, shu natijalarga. Inshaalloh. Rahmat kattakon izoh berganingiz uchun. Tak, rahmat. Yana savollarimiz bormi? Agar savollarimiz, takliflarimiz yoki qanday izohlarimiz bo'lmasa, xayrlashamiz. Уже mana 1 soatdan oshibdi efir boshlaganimizga. Albatta efirni zapisini gruppaga joylashtirib qo'yaman. Ertaga bu efirda ham bemalol o'sha gruppadan olib, hamkorlaringizga, taklif qilayotgan hamkorlaringizga, nima deydi, yoki yangi a'zo bo'lgan hamkorlaringizga ham o'sha mana shu efirda tarqatib, kompaniyaning imkoniyati haqida, qaniydir nimalarni haqida ham ularga ma'lumot berish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Bu narsani bugun imkon qadar harakat qilamiz, gruppaga yuklashga yoki YouTube kanalimizga yuklab qo'yamiz. O'sha yerdan bemalol olib ko'rishlaringiz ham mumkin. Shunaqa qiling, hozir bugun rekrut qilmoqchi edim, eshittiramanda. Eshittirib, anaqa qilgan yaxshida baribir. Хорошо. Keyin albatta mana shunaqangi efirlarda men ko'p o'tganman. Tak, imkon qadar mana shunaqa YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Feruza Anvar deb yozsalaringiz YouTube kanalida chiqib keladi, Ariflarim donosiga. O'sha yerda meni ko'p prezentatsiyalarim bor o'sha kanalda. O'sha prezentatsiyalardan ham bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Maksimal darajada shunaqangi prezentatsiya, u yerda mana bunaqangi doskada o'tgan prezentatsiyalarim ko'p bor. Biznesda qanday olib borish kerak, qanday direktor bo'lish kerak, nimaga e'tibor berish kerak, odamlarni rekrutaga qanday qilishimiz kerak, qanaqangi to'g'ri savollarni berishimiz kerak. Mana shunaqangi boshqa prezentatsiyalarimizda batafsil o'tgan prezentatsiyalarimiz bor. Albatta o'sha narsalardan avvalambor o'zingizdan bir ko'rib chiqinglar. Rekrut qilmoqchi bo'lgan hamkorlaringizga ham tarqatib, shu narsalarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hammalaringizga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, ishlaringizga omad, charchamanglar. Xudo xolasa mana shunaqangi kompaniyaning imkoniyatlaridan hammalaringiz to'g'ri foydalanib, xudo xolasa mana hozirgi hamkorlarimiz, liderlarimiz sayohatga aylanib yurganday, aylanib yurish nasib qilsin hammalaringizga. Sog' bo'linglar, charchamanglar.